miflar bilan anaqalarni biza oydinlashtirish paytimiz keldi. Ayolimizga aytyaptilarki, mana menda boshqa klinikada o'zlarining telefonlarida analizlar olib kelganlar. Boshqa klinikada biopsiya qildik. Demak, moyakdan sirtga urug' chiqolmaydigan holat. Bu urug'da 0% aniqlangan va bular biopsiyagacha yetib borishgan. Lekin o'tmishlarini eslab ayol aytyaptilarki, qachondir 10 kun davolanib, erimda 65% ga ham aylangan. Bu mif. Biz o'zimizning tajribamizga tayanib, bunaqa holatlar umuman uchramagan va tibbiy adabiyotda spermatozoidlar 0 bo'lib turib, oddiy 10 kunlik lecheniyadan keyin 65% sirtga chiqolmaydi. Hurmatli ayollar, erkaklar, ishonmanglar bunaqa markazlarga. Ularni mana qara 65% deb qog'ozda chizib kelgan holga ishonmanglar. Ayol aytyaptilarki, hattoki inseminatsiya qilishdi, inseminatsiya bir nima tushdi, o'sha bolaga aylana olmadi deb aytishdi. Bu hammasi mif. Bilinglarki, mana biopsiya qilgan markaz haqqona qilgan. Biopsiyada bizda Johnson tizimi bor. Johnson tizimida biz baho beramiz. O'sha kanali ichida yetilib kelayotgan spermatozoidlarni nechinchi pog'onasiga yetib keldi. 1, 2, 3, 4 u pishkunigacha o'sha spermatozoid bosqichlardan o'tar ekan. Shuni ham bilinglarki, bunaqa ayollarimizga bizga yordam bergan joyimiz bor. Keyingi marta ochsang, eng yetilgan spermatozoid bor deb embriologlar bizani xursand qilgan va oilalar farzandli bo'lib ketgan. Demak, bu yerda biopsiyani qaytalayman. Albatta biopsiyada chiqsagina eko qilsa bo'ladi.